AQShda shutdown tugadi. Donald Trump byudjetga imzo qo'ydi. H-1B vizalarni ko'rib chiqish tizimi tezlashtirildi. ICE xodimlari tomonidan qo'lga olingan migrantlarning soni 66 mingdan ko'paydi. Ijtimoiy yordamga ega bo'lgan shaxslarga Green Card uzaytirilmasligi mumkin. Rasmiy ma'lumot. Amazonning bir nechta shtatlari ICE'ni migrantlar uchun detention markazlariga aylanishi mumkin. AQShning Oliy sudi SNAP tizimidagi to'lovlarni vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. New Jersey va Virjiniya shtatlarida Demokrat partiya a'zolari katta yutuqlarga erishdi. Los-Anjelesda ICE reydlari davom etmoqda. AQSh vizasini olmoqchi bo'lgan shaxslarga yangi talab qo'yilmoqda. Rasmiy ma'lumot. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 16-noyabr va odatdagi Uzbek State News'larni boshlaymiz. Nihoyat 43 kun davom etgan AQSh hukumatining shutdowni tugadi. Prezident Donald Trump federal byudjetni imzoladi. Eslatib o'taman, shu 43 kun davom etgan eng rekord darajadagi hukumat to'xtashi aynan Kongressdagi chegara xavfsizligi va byudjet ustidagi kelishmovchiliklar sabab yuzaga kelgandi. Endi USCIS, ICE, Mehnat vazirligi va boshqa AQShning rasmiy idoralari to'liq ishini boshlashdi. Bu degani siz AQShning vakolatxonalaridan bir qandaydir hujjatlarni kutayotgan bo'lsangiz, xudo xolasa bu masalalarni ko'rib chiqish endi tezlashtiriladi va yaqin vaqtda hujjatlaringizga ega bo'lasizlar. Keyingi yangilik H-1B vizalarga tegishli. Aynan shu vizalarni ko'rib chiqish masalasini AQSh hukumati hozir alohida kuchaytirmoqda. Bu degani bu tizimga ko'proq USCIS xodimlarini yuborishmoqda. Eslatib o'taman, ilgari aynan shu vizalar orqali ko'p chet el fuqarolar AQShga ishlagani kelishardi va bu yildan boshlab Trump administratsiyasi bunday vizalarni olish uchun $100,000 go'spo'shinalarni o'rnatgan edi. Bu qaror haqida ko'pchilik o'z e'tirozini bildirdi va aynan hozir shu Rhode Islandni federal sudyasi shu 100 minglik go'spo'shinaga tegishli qarorni ko'rib chiqmoqda. CBS News rasmiy ma'lumoti bo'yicha ICE xodimlari tomonidan qo'lga olingan migrantlarning soni 66 mingdan ko'paydi. Bu Trumpning ikkinchi prezidentlik muddatini boshidan bo'lganidan 70% ga ko'pdir. Bu vaziyatning sababi AQShda immigratsiya siyosatining keskin kuchaytirilishi. Afsuski bu 66 mingta shaxsning ichida nechta O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari borligi haqida ma'lumot yetkazib berilmadi. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? Bularning ichida nechta bizning vatandoshlarimiz bor? Kommentariyada yozinglar. Shu keyingi yangilik AQShda green kartalarga ega bo'lgan shaxslarga tegishli. USCIS rasmiy ma'lumoti bo'yicha yaqin vaqtda shu ijtimoiy yordamlarni ko'p olgan, kerak bo'lsa bu yordamlarni suiiste'mol qilgan green card holderlarga nisbatan yaqin vaqtda yangi choralar ko'rilishi mumkin. Bu choralarning ichida birinchisi bu green kartalarning prodleniyasida отказ qilish. Eslatib o'taman, hozir USCISda yangi bir elektron tizim yo'lga qo'yilgan, Immigration OS degan. Bu tizim shu green card holderlarni Medicaid, food stamps, uy-joy dasturlarini foydalanishlari va boshqa ijtimoiy yordamlarni avtomatik ravishda tekshiradi. Agar bu tizim chet el fuqaroni ko'p yordam olgan deb hisoblasa, green cardni 10 yilga uzaytirish rad etilishi mumkin. Bu ma'lumotlar kelajakda AQSh fuqaroligini olishga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu qonun qanday qilib ijro bo'lishini men oxirigacha tushunmadim, chunki shu 100% green card olganlarning ichida 90% qandaydir ijtimoiy yordamga ega bo'lgan shaxslar. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. AQShda Amazonning katta ambarxonalari, skladlari yaqin vaqtda ICE'ni migratsion markazlariga aylanishi mumkin. Bu g'oya birinchi bo'lib bo'sh turgan shu Amazon skladlariga tegishli. Bu rejani Trump ma'muriyati hozir ko'rib chiqmoqda. Agarda bu yangi markazlar ochilsa, ular ICE tomonidan to'liq boshqariladi. O'zi AQShda bunday bo'sh turgan Amazonning omborxonalari bormi? Men haligacha ham bittasini ko'rmadim. Siz ko'rgan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozinglar. AQShning Oliy sudi SNAP tizimi bo'yicha shu kam ta'minlangan oilalarga yordam berish tizimini vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Eslatib o'taman, SNAP bu
kam ta'minlangan oilalar uchun oziq-ovqat yordam dasturi. Kam ta'minlangan oilalarning qo'liga maxsus kartalar beriladi, shu bank kartalar. Va bu kartalarga pul tushirilardi, shu Snap tizimi orqali. Ular bu pullarga faqat food stampslarga borib, faqat oziq-ovqatlarni sotib olishga imkoniyatga ega bo'lishgan. Xullas, noyabr oyida bu kartalarga to'lovlar vaqtinchalik bloklandi. Mabodo sizning qo'lingizda ham bunday karta bor bo'lsa, noyabr oyida pul yo'qligiga hayron bo'lmanglar. Nyu-Jersi va Virjiniya shtatlarida Demokrat partiyaning a'zolari katta yirik yutuqlarga ega bo'lishdi. Bu saylovlarda odamlar birinchi bo'lib asosan iqtisodiyot masalalariga e'tibor qaratishdi. Immigrantlarning masalasi ikkinchi o'ringa tushib ketdi. O'z o'rnida Virjiniyani tarixida birinchi marotaba musulmon ayol shtat miqyosidagi lavozimga saylandi. Bu opamizning otlari G'azala Hashmi. Eslatib o'taman, bir nechta hafta oldin Nyu-York meri ham birinchi musulmonlik Zoran Mandami saylandi. Xullas, nima deb o'ylaysiz? Amerikada shunday musulmon rahbarlarning soni ko'payadimi? Albatta kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Los Anjelesdan keldi. Bu yerda Home Depot magazinni stoyankasida ICE xodimlari tomonidan reyd o'tkazildi. Reyd natijasida 6 ta kishi qo'lga olingan. Bularning ichida 1 yasharlik bola ham bor. Hey, they about to drive. They about to idiot, dude. This is new. Look at this. That's a child, bro. That's a child. Real patriotic. Look at that, in the car with guns with the baby. Look at this scumbag right there. Bu reydning videolari shu zahot ommaviy axborotlarda tarqab ketdi. Ko'pchilik bunday harakatlarga nisbatan o'z da'vosini bildirishdi. ICE'ning rasmiy ma'lumoti bo'yicha hamma harakatlar qonun doirasida amalga oshirilgan. Keyingi yangilik shu yaqin vaqtda AQShning vizasini olaman deganlarga juda ham kerakli bo'ladi. Endi AQSh elchixonasida viza uchun hujjatlarni topshirayotganingizda nafaqat sizning shu bank hisoblaringiz, viza tarixingiz, balki sog'lig'ingizni ham tekshirishadi. AQShning hukumatining qaroriga binoan viza olmoqchi bo'lganlarga endi sog'liq tekshiruvlari ham kiritilmoqda. Bunday qarorga asos bo'lganligi bu shu AQShga kasal odamlarning kelishini kamaytirish. Bu degani shu immigratsion vizalar bo'yicha odamlar kelib, bu yerda davlatdan pul olib, ishlamasdan qolib ketgan holatlar bor. Aynan shu holatlarni kamaytirishga bunday choralar qaratilgan. Bu tekshiruvlar qanday tarzda o'tishi haqida hali to'liq ma'lumot yo'q. Balki bu spravkalar bo'ladi, qandaydir doktorlardan yoki elchixonaning o'zida sizni qandaydir tekshirishadimi. Xullas, ma'lumot chiqqandan keyin biz albatta kanalimizda alohida video qilib chiqaramiz. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Kommentariyada savollaringizni qoldiringlar va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.